tabriklab qo'ysalar. Odatda men mikrofonsiz gapiraman. Chunki mikrofonni yutib olganman. Qornimda mikrofon. Mayli endi ovozim yana ham balandroq chiqsin deyman. Bugun bayram. Hoji bobo to'g'ri aytdilar. Ayyom ham ro'zai Ramazonda amalga oshirilayotgan xayrli ish, savob ish. Hali Xorazmda bo'lmagan ish. Irodaxon qizim, Allohning aka joylari jannatda bo'lsin. Prezident bilan onlayn muloqotimdan ta oxiriga ne gap bo'lib turibdi, nima bo'ldi, kelajakda shu kulolchilik markazidan nimalar kutib turibdi. Ben ancha yoshman kishidan hech bo'lmasa telefon qilib qani bir maslahatlashib olaylik. Doğru, ben remont jarayonida bu yerga ishtirok qilmadim. Lekin Allanzaraka borib turdi. Uchrashib turdik. Xonadonimizga mehmon bo'lib bordi. Bir xursand bo'ldim. Hoji bobo aytgan gapingiz to'g'ri. Sho'rdagi kulollarga murojaatim hozirgi qilinib turgan ishlar Allanzaraka o'ylagan ishlarni bor yo'q 10%. Demek yana 90%'ını amala oshirish kerak. Rishtondan nimamizkan bizlarni? Rishton kulolchiligi million dollarlarni ishlashyapti. Biz nimamizkan? Katta bog'ni nimasikan? Ben ko'p gapirmoqchi emasman. Moskvada ko'rgazmada turganimda Muzey Narodov Vostoka degan muzeyni xodimi keldi. Siz O'zbekistondan ekansiz. Endi maqtanib o'tib o'rtchani ham yaxshi gapiraman, domlajon. Свободно владею русским, но и другими языками. Kelib menga murojaat qilyapti. Muzeyimiz albom chiqaryapti. O'zbekistonning Xorazm regionidagi kulolchilik maktablarini, ustalarining ishlarining namunalari bor. Lekin alg'ov-dalg'ov bo'lib ketgan. Ustalarning fotosi bilan o'sha ishlarni kim taqqoslashtirib aytib beradi, albom qilib chiqarishdi. Bir ikki emas, 2-3 marotaba emas, 10 marotabalab aytdim. Xorazm viloyat hokimligiga aytdim. Kimdir borsin o'sha yoqqa, borib ko'rib bir